Assalomu alaykum Imronbek Parranda biznes kanali obunachilari. Do'stlar, uzoq vaqt dam olishdan so'ng yana video qildik. Imronbekning mana kurkachalari katta bo'lib ketdi. Necha kilo chiqadi o'g'lim? Bir 12 kilomi chiqadi. Maykan 15 kilo chiqyapti o'g'lim. 16 kilo, 17 kilo chiqsa kerak. Xo'rozlari. Mana bronz 708 larimiz do'stlar mana. O'ta go'zal tarzda katta bo'lyapti ular. Assalomu alaykum. Mana bu qo'limizda katta bo'lganda iplar bo'lmaydi. Bizda 3 ta yo'qotish bo'ldi. Bittasi suvga cho'kib bo'ldi, bittasini so'yib yedik, ikkinchisidan so'yib yedik. So'yib berib do'stlarimizga. 7 ta qoldi. 5 ta xo'roz, 3 ta makon qoldi. Makonlarimiz tuxumda. İpler bo'ldi. Bo'ldi, qiynavermang o'g'lim. Mana bronz. Ana bo'lmasa. Bu tayda ham yotibdi xo'roz makonlar. Hosillarimiz mana oshqovoqlar o'z-o'ziga kelib qolgan mevalar solib ketibdi. Hop, jo'jalarimizni kelsak do'stlar, hozir ishlar zo'r bo'lib ketdi, xudo xolasa. Mana jo'jalar hali ham ochishda ko'payishda davom etmoqda. Bitta o'sha ochib olsa, ular ko'payib ketaverar ekan o'zlaridan. Mana bu ham yana bor. Inalariga. Nasıl bolalari. Buni tayida 15 tacha bor. Bu tomonda 30 tacha bor menimcha где-то. Ada ham 130 ta birinchi ochgan partiyalar hammasini olib tashladik. Ko'pini o'ldirib qo'ydik. Jo'jalarni shu vitaminlarni vaqtida berish kerak ekan, dezinfeksiyalarini. Quyonlarimizga kelsak, quyonlarimizda mana Xudo xolasa, o'sha ikkinchi, uchinchi partiya quyonlarimiz katta bo'lib, o'sha uncha tug'di ham shekilli. Olib chiqsa bilamiz endi. Erkaklar 5 ta chiqdi, bozorga olib chiqsam 20 mingdan so'rayapti shunaqa katta quyonlar. Olib sotarlar. Insofingizga qoyil dedim-da, olib kelib so'yib, xolodilnikka bosib qo'yib, maza qilib yedik. 5 kilo 6 kilo go'sht bo'ldi laqim. Ana bu yerda yana kurk yotibdi. Ular ko'payishga bitta chuvasa shunaqa ko'payar ekan bular endi. Tinmaydi ekan bir qo'ygan yana tuxumlar. Ana yana bitta kurki, yana tuxum, yana kurki. Mana bu yerda ochib chiqdi mana videolar. Oppo'yimiz ham yotibdi. Eng qizig'i do'stlar, qullarimiz tuxumlari mana shunaqa bo'lar ekan. Shu sotmoqchi bo'lib turdim, qullarni tuxumini boshlab qoldi bular. Kecha bittasini sindirib qo'yishibdi. Kuniga bittadan tug'yapti uni. Ja katta bo'lmaydi ekan-ku. Tuxumlar shu o'rdaklikdan даже kichkina. O'rdak tuxum bilan kattaroq. Big 6 bronz 708 lar tuxumlar. Bittasi tug'yapti, qolganlari emas. Qani kuzatamiz endi nima bo'lar ekan deb bitta kurk yotibdi. Nima o'tiramiz. Bitta chivaqroq tug'ilmas qo'yilgan ochganlarni olib tashlab qo'yapmiz ichkariga. Mana bronz 708 larimiz. Boshida video qo'yganimda ko'rgansizlar. Yarim kilo atrofida kelgan, 400 gram atrofida. Hozir mana 15 kilo, 16 kilo. Eng kichkina xo'rozimiz 15 kilo chiqib o'tdi, oxirgi totgan. Hozir mana ahvolni ko'rib turibsizlar. Bittasini so'ydik. Imronbek maza qilib yedi. Bana mol go'shtlik duvarda zerikib ham ketdi. Yomon ko'p go'sht berar ekan bular. Barakali bo'lar ekan. Bunaqa qilmang o'g'lim. Donni ham bosib qo'ydik. Xudo xolasa mana. Mana shu quyonimiz ichkariga to'g'ib shekilli. Kirib chiqyapti. Vallahi olib chiqingansiz. Bo'ptimi? Mana hali kirib chiqadi. Mana kirib chiqadi. Xullas do'stlar, bizda shunaqa yangiliklar.
Ishxonamizda orqasida zibir bor ekan, shu yerda o'rab chiroyli qilib joylarni qilib qo'yganmiz. Bu yerdan ochib, jo'jalar o'zini eplab olgandan keyin suvga tushadigan bo'lib, где-то 300 gramm atrofida bo'lgandan keyin, o'sha voyaga yetgan patlari chiqishni boshlagandan keyin sразу aqqa ko'chiryapmiz, olib tashlab kelyapmiz 10 ta, 5 ta, 20 ta, har xil endi nechta bo'lsa. Shu yerda suv bor, anjirlar tagida, anjirlar yeb, o'tlarni yeb, donlarni olib borib berganmiz. Bu yerdan ko'ra ancha sharoit yaxshi edi. Shunday katta zibir oqib turadi, tiniq suv. Shu yerda maza qilib yashayapti ular. Uzoq bo'lsin, barakali bo'lsin. Toshkentlik akamiz ham video qo'yishmay qo'ydi. Videolarni kutyapti, qarab turaman videoga kirib, qo'yishmayapti aka. Bir videomiz ko'p turganmisiz qo'yib turing. Bundan qarali ukaxonimiz ham ishlariga omad. Ancha tajribalari ko'p ekan. Ko'p narsalarni o'rganyapmiz ukamizdan ham, ishlariga omad. Xudo xohlasa endi g'oz boqay desam, biz o'zimiz domda turamiz. G'ozni shovqini juda baland bo'lardi, shunga g'oz boqqanimiz yo'q. Lekin bir xudo xohlasa vaqt bo'lsa o'sha Dang'arali ukamiz oldiga o'tib, g'ozlardan bir 2 tane 3 tane olib kelib, aqqa borib qo'yamiz, qo'shib qo'yamiz. Xullas, do'stlar, shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosishdan chiqmasin.